Xo'sh, obunachilarni qaranglar, umuman ovqatimiz qolmadi. Ha. Endi bu narsa juda ham ko'pdan ko'p bo'lmaydi. Shu safar shunaqa bo'lib qoldi. Mayli. Barchaga salom bo'laman. Ismim Kompot. Buni qaranglar obunachilar. Men hozir nimani yeyman? Mana bu ketmondimi yoki men bu bosh kiyimnimi? Bilmayman. Lekin obunachilar, nima bo'lganda ham obunachilar yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Jotgimi bo'lyaptimi? Misol uchun yozda zo'r ketmayaptimi? Endi bilasizlar, obunachilar biz vashshe yozda shunday o'zimizdagi sharoitchalar qilib olamiz va kimdir chaqiryaptimi? Kapot. Oh my god, hozir chiqyapman. Qishloq nima gap, yaxshimisan? Kapot yaxshiman. Esidami kecha men senga aytgandim, bitta chotki rejam bor, boyib ketamiz. Tentalar qilish haqida degandim, bilasanmi? Kapot. Esidami shu narsalar? Esimda, esimda o'sha sen aytuvding. Faqat o'sha rejamni qilib bo'lganimdan keyin, tentalarni yasab bo'lganimdan keyin seni chaqiraman deganding bilsang agar. Shu men yasab bo'lgandim. Shu sababdan men seni chaqiryapman. Rostami? Qani qayerda tentalar? Mani uyimda, davay yurchi. Uyimda borki, har xil rangli, faqat qaysi bizga ko'proq olmoslar yaratib berishini bilmayman. Tushunyapsanmi? Ularni sinab ko'rishimiz kerak. Agarda bilganimda o'zim sinardim seni chaqirmasdan. Shunaqa degan sinash kerak, to'g'rimi? Juda ham xavfli lekin tentalar, to'g'rimi? Xavflilari ham bor. Bilasanmi nima? Mayli, biz boyib yetish uchun shu mana bu qiyinchiliklardan o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Bilmadim, lekin nima bo'lganda ham shuni sinab bersang zo'r bo'lardi. Nima deysan? Mayli, farqi yo'q. Sinab bersam sinab beribman, muammo emas. Mayli bo'lmasa qayerda u tentalar? Bilasan, bizga ham pul kerak, menga ham pul kerak. Misol uchun mana hozir pulim yo'q. Endi pulim bor, endi baribir ham nima desam ekan, endi ovqatga endi mana bunday boshqacha birorta mashina olamiz hamma, bilasan-ku endi. Bilaman, mayli kapot. Mayli bo'lmasa yur, mana uyimda turibdi, eshik ochiq. Mayli, qani ko'raylik-chi. Oh my god. What's that, bro? Bu juda ham har xilcha rangli, вообще chotki-ku. Chotki ko'ryapsanmi nima? Ko'ryapman, mana bu uzr buzib o'rganim uchun. Mayli. Mana bu yerda qizil, sariq, yashil, ko'k, siyoh rang va olov rang bor ekan. Ajoyib. Va sariq ham bor ekan. Bilasan-ku, mana shularni nima tezroq nima desam bo'ladi, mana biz sinab ko'raylik. Mayli, bo'lmasa to'xtab turdi, bo'lmasa mana bu biz birinchi bo'lib nima desam ekan, o'zim ham bilmayapman-da. Mayli, Luboy tanlab, lekin juda ham xavfli bo'lishi mumkin-da bular, tushunyapsanmi? Tushunib turibman, hozir o'ylayapman-da. Bilasanmi nima? Mana bu ko'kni tanlab ko'rsak-chi. Endi ko'k ekan, olmos ham ko'k ekan deb ko'kni tanlamaysan-ku. Mayli, bo'lmasa kel, mana bu bilmayapman. Tanlar bo'yicha tanlashing qiyin, yo qo'rqyapsanmi portlab ketishdan, a? Mayli, o'zingni bos, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, bilmayapman. Mana bu qizildan boshlasam ekan yoki olov rangdanmi, nima deysan? Mana shu qizildan boshlaylik-chi, bo'lmasa. Qani bo'lmasa kettu. Xo'sh, obunachilar, mana bu yerga kelib oldik, uzoqroqqa. Qani endi mana shu qizilni portlatib ko'ramiz. Sal uzoqroq turay, mana senga portlab ketmasin deyman-da qishloqqa. Mayli, davay, qani. Qara, olmos chiqsa, olmos. O'xshamadiki, Kompot. O'zi o'xshaydimi sana anovlaring? Juda ham yomon portladim. O'xshaydimi o'zi mana bu tentalaring? Albatta o'xshaydi. Deb o'xshamasligi kerak-ku mani. Mayli, aytyapman-da. Olov rangni qilsam ekan, mana bu olov rangdan nima deysan? Mayli, mana shu olov rangni bitta ishlatib ko'raylik-chi, portlatib bombardilo qilib ko'raylik-chi, qanday bo'lar ekan. Xo'sh, ana endi mana bu yuqoriroqqa kelib oldik. Ajoyib. Mana endi biz bitta bombardilo qilamiz. Davay, olmos chiqsin, olmos qo'yib ketaylik, iltimos qo'yib ketaylik, ish qilib yomon portlamasa kerak demoqchi edim. Qishloqi? Qishloq. Chumam. Babul. Qishloqi, chumadim. Obunachilar, voy, tushunmadim nima bo'lyapti, voy, sanimi buni qaranglar. Bo'l. Kompot juda yomon portlagan-ku. Shukr qilsam, men shu mana shu qishloq meni kompyuterimda bor, shuni kopiya qishloq, tushunyapsanmi? Rahmat. Xo'p, to'xtani, endi sariqdimi, yashilmi? Qaysini tanlaymiz, yoki mana bu ko'kdimi, nima deysan? Bilmadim, lekin bombardilo yomon portlatyapsan-da, lekin Kompot. Endi o'zing tanla deding-ku, men ham tanlayapman. Xo'p, to'xta. Mana bu nima desam ekan, mana bu ko'kni tanlab ko'rsak-chi, mana bu ko'kni, nima deysan, a? Mana shu ko'kni. Bilasanmi nima? Yo'q. Keyin endi men tanlaysan, boyda bir tanlaylik deyapsan. To'xta, mana shu ko'kni tanlab ko'raylik, keyin bilasan, keyin o'zing bilasan. Oppa, mayli, qani. Qani, ko'kni portlatib ko'ramiz. Ehtiyot bo'lamiz, tushundingmi?
Ehtiyot bo'l, yana portlab ketmasin. Qishlog'imiz portlab ketmasi kerak. Lekin agar ana shu ko'k bo'lsa, вообще chotki bo'lardi-da. Hamma joy olmos bo'lib ketadi. Qani. 1 2 3 qani bom. Mana bu. Men chatlardan nimadir chiqyapti, nima bo'ldi? Kapot nimadir obnovlение bo'lyaptimi yo nimadir bo'lyaptimi? Загрузка bo'lyaptimi yo? Yo'q bo'ldi. Bo'lmadi. Yo'q bo'ldi. Yo'q bo'lmayapti-ku, bu tushunmadim. Qara bu foiz o'lchyapti. Bu demak portlash foizi bu, tushunyapsanmi? Hozir 100% bo'lgandan. Короче, shuni bombardiylar bo'lamiz, tushunyapsanmi? Nima bombardiylar nima deyapsan? Bu bo'lishi mumkin emas, kapot. Biza pishdik bo'ldi, bu yerdan qochib bo'lmaydi, u yerda ham qochib bo'lmaydi, bu yerga ham qochib bo'lmaydi. Bo'lingni bombardiylar bo'lmasa bo'lmaydi. Qishloq gapirmayapti. Ana hamma narsa qotdi obunachilar, ana yana boyagini bo'lyapti ana. Ajoyib. Hamma qishloqlar qotgan. Mana bu nonni nonni olsak bo'lar ekanmi? Ana nonni ham olib bo'lmayapti. Ana mana sizlarga obunachilar, ana. Mana 41% bo'ldi, 42%, mana 99 bo'ldi. Ana hozir 100 bo'ldi. Ana ajoyib. Kreativ. Tamam, kreativ bo'lib bir Oh my god, qishloqlar, what the qishloqi to'runidan. Mana bu sirli sandig'imdagi narsalar-ku bular, olinglar bular barchasini. Mayli. Bu masobinashlar bir yana qishloq tiklamasak bo'lmaydi, barchasi rasvo bo'ldi. To'g'rilamasak bo'lmaydi. Juda ham yomon bo'ldi-da, bor, juda ham yomon portladi obunachilar. Deyarli juda ham hamma yerni portlatib yubordi. Hech qayerda tuproq ko'rganim yo'q. Hamma yer bedrock bo'lib ketgan, bunu qaranglar. Oh my god. Xo'sh, mana Kapot. Jonimga tegib ketdi. Nimaga? Sen hamma joyni portlatib. Ana endi men tanlayman. Tushunyapsanmi? Boya men tanlaydi-da bo'lmadi. Shunday men tanlayman. To'xta, hech bo'lmasa endi mana bu ko'kni tanlaylik, mana shu. Mana bu yerda ko'k mana shu zo'r bilsang agar. Ko'rding ko'kni portlatganingni. Biz endi yashilni portlatamiz. Yo'q, mana shu ko'kni portlataylik. Ko'k mana shu olmosli bo'lishi kerak, ana shu ko'k. Yo'q, ana endi men tanlayman, sen tanlading-ku. Xo'p, mayli, lekin ko'k variantida, lekin bilasan-ku. Mana shu yashil zumrad yoqtirganing uchun shu yashil tanlayapsan, to'g'rimi? Mayli. Hech qilib bunisi ham portlab ketmaylar, iltimos lekin. Xavotir olma. Mayli, bo'lmasa qani. Xo'sh, 1 2 3. Oh my god, yana shunday ahvol, yana shu foiz bo'lyapti. Kapot bo'ldik. Bilib o'tiribman, yana hozir boyagina portlaydi. Keyin yana hamma joy rasvo bo'ladi. Yana merdan gap eshitamiz. Bilasan-ku, endi o'zimizda shunaqa har doimgidek. Yana qotdi, mana hamma narsa tushdi, qotdi, Qani yana portlaver. Ana. Ne bilmadim endi. Endi mana hamma joy portladi, endi mana endi jamuncha yomon portlamadi-yu, ham mayli. Bu bilan ishlamoq qaraylar. Atrofni qaraylar. Bu qishloqni, ana endi yana qayta tiklash kerak, bor jonga deydi-da, bor hamma narsa bor, mayli bo'lmasa. Kapot uzr, endi sal xato ish qo'yibmiz. Endi mana bunisi juda ham chotki bo'ladi. Mana bu sarig'i. Sariq bo'lmaydim deyman-da, nima deysan? Sariq chotki, sariqdo deyapman. Mayli. Qara, lekin sariq ham yomon portlaydimi deyapman-da. Aytgancha obunachilar kanaliga obuna bo'lib qo'ysa endi. Ha, ular obuna bo'ladi. Sen ularga aqllilik qilma, tushundingmi? Sen hozir men buni o'zi eplab olaylik, tushundingmi? Oppa, qani? Xo'sh, qani 1 2 3 olmosli. Ana ajoyib. Qoch, bombardiylar. Ana yomon portlagan, qaranglar. Ana, lekin yomon portlama. Uncha portlamadi, lekin boyagi portlashdan ko'rgandan keyin buncha portlash bo'lmadi. Mayli. Obunachilar, lekin o'sha mana bu qishloqqa aytganday, endi qishloq qaytib kelammi yo'qmi? Endi respawn bo'ladi, endi kelish qiyin-da. Короче, obunachilar o'sha like podpiska bosib qo'yishingiz kerak. Chiqmasa podpiska bosib qo'yinglar, iltimos obunachilar, yana shunaqa chotki videolar chiqadi. Shunaqa gaplar. Xo'sh, qaysini tanlasam ekan, qaysini? Mana bu siyoh rangni olaylik-chi. Siyoh rang qanaqa ekan? Chiqadi, mana shu siyoh rang bo'lsin-da, u portlamasin-da, iltimos. Qani? Oppa. 1 2 3. Qani? Obunachilar, lekin bu olmosli bo'lmasa ham har xilcha rangli, har qalay boyagina yomon portlamadi. Menga yoqdi, ajoyib. Yaxshi. Qishloq qayerga ketib ekan? Qishloqlar qachon respawn bo'lar ekan? Buni qarang, juda ham har xilcha rangli. Mayli, qaranglar, juda ham chotki, chiroyli bo'lganini.
Endi nima ham derdi obunachilar, juda ham zo'r chiroyli. Qishlog'i qachon respan bo'lar ekan, qachon? Kapon buni qara nimalar qilib tashlading har xilcha rangli. Endi masalan aytayotgandim, respan bo'laymi. Qani yurchi bitta oxirgi nima edi, anov tent qoldi bilsang agar. Rostami? Davay ketdi o'shani portlataylik. Sabrim chidamayapti. Qishloqda ham bilasan-ku bir joy bizga urdi. Bilaman. Qani bo'lmasa 1 2 mana shuni portlatamiz, tushundingmi? Kapot, bilasanmi nima? Mana shu bo'lsa lekin zo'r bo'lardi. Ha, mana shu bo'lishi kerak, chunki shu 7 tasidan shu bittasida shu olmosli mana bu tenta chiqadi deng, to'g'rimi? Ha, to'g'ri eshitding shu gapni. Mayli, bo'lmasa davay portlataylik, gapni cho'zmaylik, bilasanki o'zimni ham asarim chiqyapti. Qani. 1 2 3. Mana olmosli, mana o'xshadi, ko'ryapsanmi? Men senga aytgandim, mana shu ko'kni portlataylik degandim, sen ko'kni portlatmaylik deganding. Bilaman, kapon lekin juda ham zo'r boyib ketdi. Bilasan, boya men senga aytdim. Ko'kni portlataylik dedim, ko'kdan chiqib qolishi mumkin dedim, lekin sen aytding. Endi bilaman, endi bilasan mana bir tanlay degandim-da. Mana shuni tanlaylik degandim. Sen esa aytding, "Yo'q, endi men tanlayman, yashilni tanlaymiz" deding. Endi qara mana ahvol. Agar shunday qilmaganingda biz shuncha anov qilardik ham mayli, lekin nima bo'lganda ham juda ham yaxshi, zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Mon qaranglar, pechennichalar chiqyapti. Obunachilar, qaranglar, sizlarga yoqdimi? Вообще, endi bilasizlar, uzr so'rayman, qishloqda endi bilasizlar portlatib yuborganimiz uchun bilmagan holda o'zimiz atalibdan qilmadik. Endi nima ham derdi obunachilar, sizlarga videorolik yoqdimi? O'sha gap bitta podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasa, podpiska teking obunachilar. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim obunachilar. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar.